Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun mana Toshkent tibbiyot texnikumida birinchi kurs talabalarimizni alohida farma yo'nalishi bo'yicha bir oylik o'qishni tashkil qildik va uning nihoyasida bugun imtihon jarayonlari olib borildi va bundan muvaffaqiyatli o'tgan talabalarimizdan ikki kishini taklif qildik va bugun suhbatga tortamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men ismim Shohruh. Men bu yerga o'qishga kirdim. Birinchi kurs talabasiman hozirda. Siz ham o'zingiz haqida. Mani ismim Munisa. Mana birinchi kurs talabasiman. Hozirda vaksina farmdan yaxshi natijalarga erishdik va bizga sertifikat berishdi. Mana shu bo'lib o'tgan imtihon haqida o'zingizlarning taassurotlaringizni qisqacha aytib o'tsangiz. Imtihonimiz juda qiziqarli o'tdi. Biz bundan xursandmiz. Siz qanday fikr bildirasiz? Imtihon jarayoni va mana shu yerda tashkil qilingan imkoniyatlar sizga ma'qul bo'ldimi? Albatta, juda ham zo'r imkoniyatlar qilishdi o'qishda. Hozir bu imtihondan o'tdik. Endi xudo xohlasa bizlarni yaxshi ish bilan ta'minlab berishar ekan. Inshaalloh yaxshi natijaga to'xtaymiz. Juda ham yaxshi. Mana shu muvaffaqiyatli yo'lingizda biz sizga muvaffaqiyat tilaymiz va o'ylagan niyatingiz, maqsadingiz ziyoda bo'lib, tez kunlarda ishli va daromadli bo'lib ketishingizni tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga.